Navbatdagi mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza, endigina 8900 km masofa bosib o'tgan Tracker mashinasi, premier pozitsiyada. Mashinaga qaraylik. RS oblisovkalar qilingan, oldi qismlari broni plyonka bo'lgan. 4 ta yangi balonlar qo'yib qo'yilgan, zinalarigacha qo'yilgan aka. Eshiklarda beskulchoy dostuplari bor, slipoy zonalari bor, bir qator komfortga ega premier pozitsiya. Salonlari ham matvi turibdi. 8900 yurgan, kattagina panorama lyuklari ham bor. Olib haydashingizga ko'rganingizdek tayyor qilib qo'yilgan yumshoq balonchalar bilan. Bu mashinamiz 2025 top-toza kraskada. Tan narxini 215 millionga qo'yamiz. Kelib ko'rib ustida yana ham savdosi bor, gaplashamiz. Avtokreditga eng minimal 33 million bilan chiqadi. Oylik to'lovlari 7 milliondan. Hamma dokument, nomer, rasxodlari ichida. Agarda sizda ko'proq to'lash imkoniyati bo'lsa, deylik 50% to'lov qilib bersangiz, 107 million ostatkasi qoladi. 4 million 300 mingdan 3 yilga chiqadi. Bizdan yo'qotib qo'ymaslik uchun kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Pastda yana ham nomer qoldiramiz. Telefon qilib batafsil ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.